Şüyjing taqsir nimishqa Jugulyanni pasibanni to'g'ri topdi, lekin paytini topolmadi deydi. Bu mazmunni bek saqlab ketdinglar o'rayman, ha. Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olib, birdan haqsiz yurakni berib etib, oxirida davomli qilinglar. Ushbachil haqida qissaning oxiri qarsak, Şüyjing taqsirining oldin aytgan bu bayonlari nihoyat to'g'ri chiqqan. Haqiqatan Jugulyan Lyubay qetilgandan keyin oxirati ancha yaxshi bo'lmagan. Chunki bu vaqtning o'zida Şüyjing taqsiri butun ushbachalik vaziyatini oldin tunib yetib bo'lgan. Yana shu vaqtning o'zida qarsak, Sav eng kuchli buning egallagan yer maydoni, qo'shinining sonining hisobi yo'q. Yana uningdan siret o'z puhralarini, xalqini beytish, ularniki tarixchilik ishlarini rivojlantirish, boyselikni kamaytirish qatorliq ishlarni intan yaxshi qilgan. Endi Sunchang qarsak bu vaqt Sunsatı o'lib ketmagan, Jangdongdimi yildiz nihoyat chunqur tatgan. Bularning bu mayli qo'shin jihatda deymiz, yer maydoni ochlik jihatda haddi hisobsiz intayin kuchli. Sav quruqlikda tangdish yo'q bir holatga o'tdi. Jangdong bo'lsa suv jingida tangdish yo'q bir holatga o'tdi. Biroq Lyubaychu hech nimasi yo'q. Qo'lida tuzgara qo'shin va yak zimin puhralarim yo'q, faqat Guayu Jangfei zulumlanma bir adisi etiva tutsep valadın. Endi bu vaqtda o'zi Sav qarsak buniki danışmanlarımın intayin ko'p, sarkar sang'ullarım nihoyat ko'p. Jangdongga qarsak bu yerda Jouyu, Lusu, Jangjao qatorliq nurg'un danışman, nurg'un sarvozlari bor. Ya'ni bu vaqtda o'zida Liubayning jonini birlik keltirishi, cho'ng ishlarni vujudga chiqarish ehtimolligi eng to'van. Şuna Liubay Şüyjing taqsir bilan tunç ko'rishga vaqtning o'zidimi Şüyjing taqsir buni chiqib beqib so'raydi. Liubayning ahvoli qanday bo'lar? Jingjo'ning ahvoli qanday bo'lar desa Liubay nima deydi? Bu Liubayning o'zimning tuqqini, men uningdan bu Jingjo'ni tatolishni hargiz xohlamayman. Unda qilsam anda qildi deb garchi soxta mehribonlikdek bo'lsa-mu, mushundaq gap qildi. Mushu vaqtning o'zida Şüyjing taqsirning Liubayning mehribonlikni qo'ral qilganligini, hargizmi zo'ravonlik kuchni qo'ral qilmaganligini tunib yetdi. Shuning uchun mushundaq degan. Endi bu yerki paytini topolmadi deganlik Navoda Jugulyan Liubay Tavchanning qo'ldan Şüyjingni ep bo'lgan vaqtning o'zida Savsami undaq kuchi ketmay mush vaqtda o'tirib chiqqan bo'lsa-da, Liubayning qo'lida bor. Sav hozirgidek kuchlanib ketmagan. Bu vaqtda tang turalligidek bir holat shakllandi. Ehtimollik sal cho'ngdi. Va yoki mush vaqtning o'zida ham Jingzhou Liubayning qo'lida bo'lgan bo'lsa, ish butunlay boshqacha bo'ldi. O'ylab boqinglar, Liubayning hech nimasi yo'q vaqtning o'zida Sunliu ittifoqi tuzilgan ittifoq bilan Jingzhou'ni ep bo'lgandan keyingi tuzilgan ittifoqning ma'nosi o'xshanda qat'iy o'xshamaydi. Liubay mush vaqtning o'zida Xoqon avlodi, xalqni yo'laymiz degan bayroq qo'lida bor. Ham mehribonlikni, odillikni, xalqning ko'nglini moyil qilishni qo'ral qilgan. Nat yaxshi bir pasiban bo'lsa-mu, bayar degandek nurg'un yer zimin, boylik, amnilik, kuch jihatda armonga tushliq darmon yo'q. Hech qaysi jihatda bu ustunlikka erishamaydi. Shuning uchun mushni tunib yetib, Şüyjing taqsir Jugulyan pasibanni to'g'ri topgan bo'lsa-mu, paytini to'g'ri topolmadi deydi. Undaqda aytki Liubay Şüyjing taqsirini taklif qilsa, Şüyjing taqsir nima uchun o'z yordam qilmaydi Liubayga? Liubayning to'g'ri aql pasiban ekanligini bilib turib, Şüyjingni Jugulyanni tavsiya qilgan bo'lsa-mu, nima uchun o'z o'tirg'i chiqib yordam qilmaydi? Bu yerda Şüyjing taqsirining o'zining haqiqiy ismi Simaxoy. Undaqda bu Sima jamiyatidanmi? Simayi bilan qanday munosabati bor buning? Mazmun qiziqadigan do'stlar meni qo'shib olsanglar, aytlar mazmunning oxirini yo'llayman. Rahmat.